Uy. O'g'il bola ekan biz pesar. Yur tezroq. Bekiramizmi? Yo, hammaga salom do'stlar, Glitchus kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda sizlar bilan o'yinning nomi to'g'risi ochiqni aytmay esimdan chiqib qoldi bolalar, lekin bu o'yin, короче, Firzo Fazon o'yinini bilsanglar kerak yoki bilmaydiganlar uchun, короче, shu o'yinlar bor, o'shalar qolip sifatida ishlatilgan, shunga o'xshagan telefonga yo'g'on o'yin, lekin bu o'yin o'sha telefonda o'sha o'yinga o'xshab ketadi. Hozir ko'ramiz qanday qilib nimalarni ko'rsata olar ekan. O'yinning nomini opisaniyada qoldiraman. Opisaniyada, aynan opisaniyadan izlanglar. Xo'p, startni bosdim. Ne bir marta aytgacha bu o'yinda ovoz ham yozar ekanda. Ochilmayapti mana bu eshik bolalar. Bunisi ham. Nima bu? Ekran bir g'alatimi? Ekran aylanishi ham g'alatida. Svet yo'qmi? O'yin hajmi o qadar katta emas, lekin nega bu qotib ketgandek? Bilmayman, nimaga qo'rqdim. O'zbekcha qilsanglar bo'lmaydimi? Takes elevator down to the first floor. Birinchi qavatga tushish uchun nimaga chiq deydi. Xo'p, oyimdan soобщение kelibdi. Bu oying işte ve obsident. Voy bu ingliz tili men dushmanim-ku, nega ingliz tilida qildinglar? Xo'p, get up. Turaylikchi. Tepada yozuvda aytilishicha, lekin uncha-muncha ozgincha bilsam, o'sha bilganimcha dublaj qilaman. Elevatorga chiqishimiz kerak. Keyin pick up the bola. Shuncha sekin yuradi personaj. Oshxona bor ekan bu yoqda. Tualet. Oynada aksimiz yo'q. Qog'ozni ishlatib olaydi. Voy, mashinadan chiqdim. Chiqish eshigi. Bu ham chiqish eshigi emas. Uy namuncha katta. Mana elevator o'zbekchasiga. Lift. Uzr. Ochiladimi? Zinadan tushsak bo'lmaydimi zinadan? Voy, bu zinada yurish ahmoqlik-ku. Namuncha g'alam tushmadimi? O'yin lekin boshlanishi meni qo'rqita oldi. Xursandman ozgina. Bilmadim men cho'chib ketdim. Birinchi qavatga tushishimiz kerak. O'z bir boslar ekan faqat. Yo'q-o. Yana kim bor ekan bizda? Dadam bor ekan. Dadamdan nima bunaqa soобщение kelgan? Bir xil soобщение yo'q. Yozgan dadasiga g'alati qilib. Safiya g'alati Daniel. Mayli, Danielga ham, xullas boshqasiga ham. Biz birinchi qavatga keldik. Yaxshi. Tak. Da, buni o'yin rasmini ko'rdim. Endi ochilmayapti deb mana. Qarab, bizni qavat nechinchi qavat? O'zi faqat 9 bo'lsa. 9-qavatda yashar ekan. Bu absolutni qanaqadir maniyak yoki boshqa nimadir nima qilib qolsa, hujum qilib qolsa, bu bizni personaj bolami, qizmi, xullas qani? Katta ehtimol bilan qiz bo'lsa kerak-ku. Yoki qiz bo'lsa kerak. U o'lib ketadi-ku. Men eshigimiz ochiq uyimizda. Eshik yopmadim boya ketayotganimda. Ko'rdim.
Keyin bu yoq ham nima? Qiya ochiq qolingan. Bu yoq ham ochiq, hamma eshiklar ochiq. Qo'ydim. Keyin bu o'yinda ovoz ham yozar ekan. Men ochman, men nimadir yeyishim kerak muzlatgichdan olib. Qo'yil. Ingliz tilini tushundim ozgina. Mana bugun ingliz tili darsda o'tilganda fridge degan so'z. Muzlatgich. Lekin svet yo'qmi bu uyda, svet? Oshxonada. Voy, tepani qaranglar. Wow, oh man. It's so cool. Nima yeymiz? O'z faqat buni yesak bo'lar ekan. Buni hozir istamiz. Kechirasizlar. Hamma horror o'yinlarda bo'lgandek istamiz. Hamma telefonda yo'q bunaqa, lekin seriously kompyuterda o'yin o'ynayotgandayman bor, просто sal g'alati ishlayapti, sekin ishlayapti. 13 sekund a? Qiziq, biz nima olib keldik tushunmadim. Yo'q, qo'rqityapti bu yerdan bu. Qornim och deydi. Xo'p, oxirgi zadaniya qolibdi bizda. Eat and kechki ovqatni qil. Xo'p, men o'yin qancha vaqtli ekan tushunmadim. Consuming. Hop, nom. Hop, get up. Voy, men charchadim, men dam olishim kerak. Go to bed, kravatga borishim. Hamma svetlarni o'chir. A ты дурак, что ли? O'zi ikkita xonadami svet bor. Shuni ham ayirmoqchimizlar bizdan, Kravat bu xonada emas ekan. Yo'q, bu yerda boya shu yerda uxlayotgan. Men eshik g'alati ochildi. Ochil endi. Va itarib olyapti eshik. Bo'lar ekan. Uyni ham shunaqa katta quradim, Mana kravat. Voy! Bu xonaga birinchi marta kelishim ekan. O'zi ham bir labirintga o'xshab nechta xonadan o'tdik, Qulay, birodar. Qiz bolam, o'g'il bolam. O, nimadir sindi. Voy, uxlorsenchi. Tekshirishim kerak dedim, chek. Mana bu xonada emasmi? Ishqilib ovozim qanaqadir tovushlar chiqayotgan bo'lsa. Ha, bu xona yesam aytgancha kompyuter. Uy. O'g'il bola ekan biz personaj. Yur tezroq. Bekinamizmi? Qayt degan ekan-ku, men ko'rmay qoldim, biladi.